Ayoliga o'zi yegan narsasidan yedirish, kiygan narsasidan kiydirish degan gap bor. Bilasizlarmi? Eshitganmisizlar? Bu bizning qadriyatimiz hisoblanadi va umid qilamanki, insonlar buni erkak kishi o'zi yegan narsasidan qolib ketgan narsalarni xotiniga olib borib yedirish deb tushunmasa kerak deb umid qilaman. Mana shu mavzuda batafsil video chiqarmoqchimiz. Xudo xolasa ko'pchilikka foydali bo'ladi. Ungacha sizlar o'zingizlarning fikringizni izohda yozib qoldiringlar. Xudo xolasa keyingi videoda bu fikrlardan ham foydalanamiz inshaalloh. Qisqacha sonda qilib tushuntiradigan bo'lsak, o'zi bu gapni erkak kishi o'ziga nisbatan saxiy bo'lib, oilasiga nisbatan baxil bo'lmasin degan mazmun. Qisqacha va juda ham sodda. Xudo xolasa keyingi videoni ko'radigan bo'lsanglar, foydali bo'ladi deb umid qilaman. 10 yillik tajribamiz bor. Oiladagi yarashtiruv komissiyasida ishlaganmiz mahallada va undan keyinchalik ham 10 yildan ortiq mana shu er-xotin munosabatlariga aralashamiz. 1000 dan ortiq oilalar bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashganmiz. Ajrashish darajasiga borgan insonlar bilan gaplashganmiz va muammolar qayerda va ularning yechimi qayerda. Xudo xolasa ko'pchilikka foydali bo'ladi. Agar mabodo siz hali sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz bu yerda oilalardagi munosabatlar, qadriyatlar haqida gaplashamiz. Nima qilsa o'rtadagi munosabat yaxshi bo'ladi? Nima qilsa sovuqchilikka borib qolmaydi? Farzandlar tirik yetim qolmaydi? Oilada sog'lom muhit bo'ladi. Shu va shu kabi mavzularda videolarni chiqarib boramiz. Obuna bo'lsangiz, Xudo xolasa sizga ham foydali bo'ladi.